Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. 4 iyun kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumati Tiananmen qirg'inchiligining 32 yilligi, Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqi va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish maqsad qilgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurilganligining 3 yilligini xotirlash munosabati bilan Washingtonda namoyish olib bordi. Namoyishda Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining quruvchisi, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Tayyar Efendi, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining o'tgan 3 yilda qilgan xizmatlarini, ya'ni Uyg'urlarning kishilik huquqini kafolatlantirish maqsadida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining tasdiqlanishi, Amerikaning yetakchiligidagi G'arb demokratik davlatlarining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb tonishi, xuddi Tibetni Xitoy tarafidan besib olingan zamin deb e'tirof qilgandek, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan besib olingan zamin deb e'tirof qilish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarini, natijada Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining tasdiqlanganligi, Amerika davlati va boshqa G'arbdagi bir qism demokratik davlat parlamentlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligi, Sharq Turkistonda hozir texmi ko'p Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning jazo lagerlari, majburiy emgak silish o'rinlari va turmalarga qamalilayotganligi, Xitoyning 1949-yili Sharq Turkistonni besib olgandan keyin o'zliksiz elib berayotgan zulmining yaqinqi yillardan buyon texmi kuchayib ketganligi va bu vahshiyliklarning 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilik ekanligi, bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan G'arbdagi davlat va parlamentlarga rahmat aytadiganligi, ammo buning yetarli emasligi, dunyo xuddi burunqi irqiy qirg'inchilik va Tiananmen voqeasidagi Xitoyning kishilik huquq dafsandichiliklariga sal qaragandek, Xitoyning bu irqiy qirg'inchiligiga sal qarsa, Xitoy texmi rahimsizlashib, zulmni kuchaytirib yetadiganligi, 21-asrda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning takrorlanayotganligi, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning jazo lagerlari va turmalarga qamalib, Xitoyning inson qalbidan chiqqan turli usullari bilan zulmga uchrayotganligini, xalqaro jamiyatning qayta takrorlanmaslik, irqiy qirg'inchilikning oldini olish va to'xtatish va'dasiga amal qilib, Xitoyning bu irqiy qirg'inchilikni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida kun tartibga olib kelib, darhol to'xtatishi, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Amerika, Angliyani o'z ichiga olgan G7 davlat rahbarlarining Sharq Turkiston masalasini kun tartibga olib kelib, siyosiy va iqtisodiy kuchidan foydalanib, xalqaroni harakatlantirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyati va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishi, Amerika rahbarligidagi xalqarodagi davlat G7 rahbarlarining irqiy qirg'inchilik yurgizgan tajovuzchi Xitoyning xalqaro sudda sudlanishini kafolatlantirishni talab qilganligini, xalqaro jamiyat bu irqiy qirg'inchilikning oldini olish uchun harakat qilishni kechiktirsa, texmi ko'p insonlarning irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'ladiganligini, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatmaydiganligini, shunga xalqaro jamiyatning jiddiy harakatga kelishini, xalqarodagi davlatlarga G7 davlat rahbarlarining bo'libmi prezident Jo Baydenning Beijing Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishini, Sharq Turkistonni besib olingan zamin deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berishini, Sharq Turkiston xalqining kishilik huquq bexatarligi, jamiyatni va mustaqilligini qo'lga keltirishiga yordam qilishini talab qilganligini aytdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining ayollar va bolalar ishlariga mas'ul Amannisa Muxlisi xonim Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilinganligini, Sharq Turkiston ayollari va bolalarining duch kelgan fojialik taqdiriga, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarata har kimning sukut qilmasligi kerakligini, xalqarodagi davlatlar, G7 davlat rahbarlarining Sharq Turkiston ayollari va bolalari uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni va Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun jiddiy harakatga kelishini talab qilganligini aytdi. Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib Istanbulda panohlanayotgan Uyg'urlar inson haqlari faoliyatchilarining qo'llab-quvvatlashi bilan Sharq Turkistondagi oila a'zolari va urug' tuqqanlarining rasmlari tushirilgan "Oilam nada" degan lozungini ko'tarib, Xitoy konsuli oldida qor yomg'ir, bo'ron shivirganga qaramay namoyish qilayotganiga 6 oyga yaqin vaqt bo'ldi. Xitoy konsuliga oila a'zolari va urug' tuqqanlaridan xabar ololmayotganligini, ularning nada ekanligini, tutqun qilingan bo'lsa, nima uchun tutqun qilinganligini surishtirib, iltimos yo'llagan bo'lsa-mu, o'zini dunyoning eng kuchli, eng mukammal insonni chog'laydigan
Bulupmu Şərq Türkistanlıqlarni zadımı insan qatarida ko'maydigan Xitoy elchixona xodimlari buningga pisandmi qilmagan. Xitoyga iltimos yo'llashning, Xitoydan javob kutishning behuda ekanligini, Xitoyda qilchimi rəhim shafqatning yo'qligini, vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirmaguncha insonga xos izzat, hurmat bilan yashag'ili bo'lmaydiganligini his qilgan qarindoshlarimiz 6 ayning 4-kuni elib berilgan namoyishdagi axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy tajovuzchilarining vatanimizni sharmandalarcha ishg'ol qilib olganligini, ishg'ol qilgan kundan e'tiboran xalqqa zulm qilib kelganligini, yaqinqi yillardan buyon vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizganligini, vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirmaguncha hurlikka erishgili bo'lmaydiganligini va mustaqillikni qo'lga keltirish irodasini bildirgan. Shundaqla bundan keyin Xitoy konsulining oldida namoyish qilishdan voz kechib, inson haqlari organlari, hukumat va parlament binosining oldida namoyish qilish niyatigami kelgan. Joe Biden ma'muriy buyruq imzolab, Amerika mablag' selishini cheklagan Xitoy shirkatlarining sonini ko'paytdi. U sobiq prezident Donald Trampning noyabrdagi buyruqini kengaytib, hukumat nazorat qiladigan bir turkum Xitoy shirkatlariga mablag' selishni chekladi. 8 ayning 2-kunidan boshlab yo'lga qo'yiladigan bu yangi buyruq Uyg'urlarni va Hong Kong namoyishchilarini bostirishda qo'llangan shirkatlarni o'z ichiga oladi. Baydenning buyruqida Xitoyning nazorat qilish texnikasini ishlatib, bostirish yoki ig'ir kishilik huquqni dafsanda qilishi Amerikaning davlat bexatarligi, tashqi siyosati va iqtisodiga odatdan tashqari va favqulodda tahdid shakllantirdi deyildi. Cheklash tizimidagi Xitoy shirkatlarining ba'zilari dunyodagi eng chong yerim o'tkazgich shirkati Huawei va xalqaro yerim o'tkazgich yasash shirkati. Anglashlarga qaraganda Huawei sun'iy idrok yumshoq detalini sinaqlayotgan bo'lib, u Uyg'urlarning chiroyini farqlantirayotgan hamda ularni partiyaga ogohlantirayotgan. Washington Post'si gazetining xabariga qaraganda Huawei yumshoq detalni sinaq qilishni tafsiliy bayon qiladigan shirkat hujjatining borligini e'tirof qilgan. Ularning ba'zilari fuqarolarni millatiga asosan farqlantiradi va tekshiradi. Huawei bu to'g'riliq hech nima demagan. Trump 2020-yili ma'muriy buyruq imzolab, davlat bexatarlik masalasida Amerika app do'konidan cheklagan 2 app WeChat va TikTokning olma shirkati ByteDance bu tizimlikda yo'q bo'lib, qandaqla bo'lmasin bu cheklash payshanba kunidagi ma'muriy buyruqdan ayrim kuchga ega emas. Bayden balkim uni yo'lga qo'yish planidan voz kechishi mumkin. Xalqaro kishilik huquqni tashabbus qiluvchilar uzundan buyon Xitoyning chiroy tunish va sun'iy idrok sistemasini Sharq Turkistondagi fuqarolarni tekshirishda qo'llanganligini aybladi. Bir millatning eng muhim ehtiyoji, qimmatli narsasi mustaqilligidan iborat. Mustaqillik oksigen, suv, nondek muhim. Boshqalarning bo'yinturqi ostida yashashdan o'limni afzal ko'rmagan millat e'tibori yo'q bir millat. Tirishmagan, o'rganmagan, kurash qilmagan millat asirlikka, xo'rliqqa mahkum. Boshqalar tarafidan chetga qiqilmaslikning birdan-bir yo'li mustaqillikdir. Mustaqillikning asosi millatning irodasi va kuchiga bog'liq. Mustaqillikqa kurash qilish orqali yetkili bo'ladi. Birla tanlash bor. Ya mustaqillik, ya o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.